Men ismim Bahriddin, B harfiga bir itib olib keldim. Ishlatilgan u. Men ismim Komil, K harfiga hammalar nomilarga kredit olib keldim. Men ismim Mironbek, M harfiga mandarin olib keldim. Yangi yil oldi tiqilib yotibdi mandarin, boshqa narsa olib kelsang bo'lmaydimi? Meni ismim Tolib, T harfiga shortik olib keldim. Seni isming Tolib-u, T'ga olib kelishing kerak, sen Sh'ga olib kelibsan. Qog'ozga o'rab shortik olib keldim deyapman. Meni ismim Qahramon, Q harfiga olib kelman. Ya hazillashyapman, qarzimni olib keldim. Bayramga tuppa-tuzuk narsa ham olib kelmabsizlar. Men sizlarga mumkin ilovasini olib keldim. Nima mumkin? Mumkin O'zbekistonda qayerda nima skidka bo'layotgan bo'lsa, shuni ko'rsatadi. Masalan, sen kiyim olmoqchisan, to'g'rimi? Mumkin ilovasiga kirasan, qaysi do'konlarda skidka aksiya bo'layotganini ko'rib turib borib olaverasan. Masalan, sen mebel olmoqchisan, mumkinga kirasan, qaysi do'konlarda mebellarga skidka bo'layotganini ko'rsatadi. O'sha yerdan borib mebellarni olaverasan. Agar siz ham biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, bemalol mumkinga murojaat qilsanglar bo'laveradi.